Yangi O'zbekiston mustaqil taraqqiyotning samarasi. Mustaqilligimizning 35 yillik qutlug' ayyomi tobora yaqinlashar ekan, yurtimizning barcha go'shalarida bayramona kayfiyat, ezgu tashabbuslar va bunyodkorlik ishlari avjiga chiqmoqda. Ana shunday ko'tarinki ruhda Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon viloyat axborot kutubxona markazida O'zbekiston Milliy metrologiya instituti Andijon filiali hamda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Andijon viloyati bo'limi hamkorligida Yangi O'zbekiston mustaqil taraqqiyotning samarasi mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbirda filologiya fanlari doktori professor Mamadaliyeva Naibaxon Saydaminovna ishtirok etib, mustaqillik yillarida yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, bunyodkorlik ishlari va inson manfaatlari yo'lida yaratilayotgan imkoniyatlar haqida so'z yuritdi. Ayniqsa, yoshlar uchun yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar, ularning bilim olishi hamda o'z salohiyatini namoyon etishi uchun berilayotgan e'tibor alohida ta'kidlandi. Bugun Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi viloyat axborot kutubxona markazi ham ana shu ezgu maqsadlarga xizmat qilayotgan ma'rifat maskanlaridan biridir. Markazda kitobxonlikni keng targ'ib etish, yoshlarni mutolaaga jalb qilish, ijodkorlar bilan uchrashuvlar, davra suhbatlari va turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Tadbir davomida so'zga chiqqan mehmonlar Patidinov Nurulla Turg'unboyevich, Timur Yusupov, Yuldashev Abdumutallib Abdurasulovich, Kasimov Ilyos Davronbekovich, Adib Vosit Ahmad va Marg'ubaxon Xatamovalar mustaqillikning xalqimiz hayotidagi beqiyos ahamiyati haqida samimiy fikrlar bildirdilar. 14 harbiy qism askarlar va kitobxon yoshlar ham o'z fikrlari, yutuqlari va vatan ravnaqi yo'lidagi ezgu orzulari bilan o'rtoqlashdilar. Zero mustaqillik bu erkinlik, imkoniyat va kelajakka ishonch demakdir. Bugungi yangi O'zbekistonning taraqqiyoti avvalo inson qadri, xalq farovonligi va yosh avlod kelajagiga bo'lgan e'tibor bilan chambarchas bog'liq. Yurt istiqboli ma'rifatli yoshlar qo'lida. Vatan ravnaqi esa har birimizning ezgu amallarimizdan boshlanadi. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. 35 yillik qutlug' ayyom muborak bo'lsin.